Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asas yurishlik darsimizningki 42-chi qismli darsimizga xush kelibsiz. Bu bizningki eng oxirgi qismli darsimiz. Bu qismdan keyin asosan Python to'g'risida bir project xizmat bo'lib qolsa, ustidan chiqa olasizlar. Andan keyin o'zingizdan texmo bilimlarni takomillashtirsanglar, a'lolashtirsanglar bo'ldi. Bu qismli darsimizda biz module to'g'risida so'zlaymiz. Yoki model. Pythonning alqishga erishadigan bir sabab Python 3-tarafda ishlagan nurg'ulg'an modellar bor. Biz bir kod yozib o'tgan o'rniga 3-tarafningki modellarni bevosita import qilib kirgizib bilan ishlatib ketamiz. Qo'llanishchanligi har qanday program tilininkidan kuchli. Shunga sun'iy idrok, soliq ma'lumot qizish, mashina o'rganish degandek pallarda Pythonning qo'llanishchanligi yomon kuchli. Mesela en aldın qatorda turadigan modellar NumPy, Pendulum, Tkinter, Pandas mushlarning hammasi qanday ishlatishchanligi eng ko'p modellar. Buning har birisi nurg'un tarmoqlarga bo'linib ketadi. Odatda shunga biz asos bilimni o'rganib olsak Pythonningki qolgandan foydalanib keta olamiz. Hamda bu modulni qanday ishlatamiz deganda masalan biz matematikada sinus, kosinus, tangens, kotangens degandek bilimlarni o'rgangan. Yoki yiltizdan chiqarish degandek. Hamda matematikada hech bo'lmaganda boshlang'ichni o'qigan bo'lsanglar, yiltizdan chiqarishni bilishinglar mumkin. Odatda math bir model bor, 3-taraf. Biz import qilamiz. Bunun için imbalıqını directory'dan foydalanib bildik. Yurgizsam bu math modulening ichida mana tangens, square root, sinus degandek logaritma, pi degandek bor ekan. Masalan, pi ning qiymati qancha? Chambar turoqlik qiymati 314. Uni yodga bilmasak qanday qilamiz desanglar. Mana shunga o'xshash pi 314 degan gap. Mush modulda ishlatamiz. Masalan, 25 ni yiltizdan chiqarsak qancha? Square root 25 ni yiltizdan chiqarsak 5. Mana. Ondan boshqa. Masalan, date time deyli. Date time'da bir modul var. Bunun için nimalar bor desak, date time'ni yurgizsam, bunun ichida date time va Thunder metodlardan boshqa date time, CAPI, time degandek nurg'ulg'an modullar bor ichida. Mesela hazırın o'zida soat necha bo'ldi degani qanda? Bir kodning ichiga kirgizmoqchi bo'lsak, buni bir muncha kod yozgandan o'rniga Pythonda mush date time ni import qilib bilan hazırning o'zini chiqarmoqchi bo'lsak, date time now. Mana 7-oy 7 soat 22:20:57 sekund. Aşina derece çıkartırdı. Çünkü bu 3-taraf modullar tayyor bir yerga o'zining kutubxonasiga yo'llangan. Biz tushirib bilan ishlatib ketamiz. Qarang, masalan, hozirqiningki hozir soat necha bo'ldi? Chislani chiqarmoqchi bo'lsak qanda? Mushuni bilan 2 qor. Shon Python da qo'llanishadi kuchli. Biz undan boshqa nurg'ulg'an modullar bor. Her xil arxivlari, dokumentlar bor. Uni tordan tepib ko'rib, masalan, date time ni Google'da sanlar, date time Python deb. Nurg'ulg'an hamma ishlatishadi